Germaniya bilan Amerika necha million Uyg'urlarni qo'lga olib majburiy jazo lageriga qamgan Xitoyga qattiq noroziligini bildirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining yepq yig'inida Berlin bilan Washington, Beijing hukumatining Uyg'urlarni asos kishilik huquqdan mahrum qilganligini aybladi. Yig'inga qatnashgan va ismini oshkorlashni xohlamagan bir necha diplomatiya amaldorlari Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Jonathan Cohenning Xitoyni Uyg'urlarga besim ishlatib zulm qilayotganligi bilan ayblaganligini bildirdi. Germaniya va Amerikaning Xitoyda turishlik bosh elchilari bilan Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Ma Chaoshu o'ttirsidagi datalash Xitoy diplomatiya amaldorlarining bu masalaning Xitoyning ichki siyosiy ekanligi va Germaniya bilan Amerikaning bu masalani Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining qaralmasiga sunish huquqining yo'qligini aytgandan keyin yuz bergan. 2009 yılı 7. ayının 5. günü Xitoy kommunistlarining buyrug'i bilan bostirilib, mingga yaqin Uyg'ur shahid bo'lgan Urumchi voqeasining 10 yilligida bu voqea xotirlanib kelmoqda. Birinchi qitimliq voqea 6. ayning 26. kuni yuz bergan bo'lib, Uyg'urlar Guangdongning Shaoguan noyasidagi bir o'yinchiq zavodida 2 Uyg'urning naq o'ldirilganligiga e'tiroz bildirmoqchi bo'lib namoyish o'tkazgan edi. Buningga qarata Xitoy bexatarlik qismlari qurol ishlatib namoyishni qattiq bostirdi. Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi cho'ng qirg'inchilikning 10 yilligini xotirlash kunida e'tiroz bildirish namoyishi o'tkazib bayonot e'lon qildi. Turkiya prezidentining uchur aloqa ishlari bosh mas'uli Faxriddin Altun prezident Recep Tayyip Erdo'g'anning Xitoyni ziyorat qilganligini e'lon qildi. Faxriddin Altun Erdo'g'anning bo'libmi Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning masalasini o'tirg'a qo'yganligini, Xitoyning bo'lsa buningga qarshi Erdo'g'anga bir taklif sunganligini bildirdi. Faxriddin Altun uchrashishda Turkiya Xitoy munosabatining barliq taraflari bo'libmi Uyg'ur masalasi atrofli muhokama qilinib, Recep Tayyip Erdo'g'anning bizning birdan-bir orzuyimiz Uyg'urlarning Xitoyda tinchlik, baxt va gulnish ichida yashash ekanligi va bu vaqtdagi fikrni Xitoy hukumatiga aytganligini bildirdi. Malayziya hukumati Isroilning ishg'ol ostidagi Sharqiy Quddusda Masjid Aqsoning janubidagi Selvan mahallasidan Burak Temur tonel yasashiga e'tiroz bildirdi. Malayziya Tashqi ishlar ministri Sayfiddin Abdullah ziyorat davomida Isroilning dushanba kuni Sharqiy Quddusga qilgan tonel ichishi qarta Malayziya hukumatining Isroilning bu qarorini qat'iy qabul qilmaydiganligini aytgan. Sayfiddin bu faoliyatning Falastin xalqi bilan ko'rishib qilinishi kerak edi dedi. Amerika bilan Rossiya o'rtasida zo'r krizis paydo qilgan Amerikaning o'rta musofirlik yadrolik qurol kelishimidan chiqib ketishdan keyin Putin bu kelishimni amaldan qoldirdi. Washington va NATOning qarshiligiga qaramay Rossiya prezidenti Vladimir Putin 1987-yili qabul qilingan kelishimni rasmiy to'xtatish qonuniga imzo qo'ydi. 1987-yili Sovet ittifoqi bilan Amerika tarafidan qabul qilingan kelishimga asosan Yevropada 500 kilometrdan 5500 kilometrgacha uchish musofasiga ega yadrolik boshqarilgan bombalarni o'rnatishni cheklagan edi.